do'stlar. Do'stlar, hozir mana 4 talik yana bitta video qilib qo'yaylik deganlar. Bitta video qilib qo'yamiz. Xo'p, bu 4 talik stol stullarimiz, kraskalari buniki parashkovoy, lola gulli. Lola gulli'ni mana shunaqa parashkovoy, qoramtirroq, mana shunaqa bo'ladi, seriyroq chiqadi. Xo'p, partalari 1.4 ga 68-70. Bularda choklari ham hammasi joyida. Bu kraskalar o'chmaydigan kraska. Ular ancha-munchaga o'chmaydi. Parashkovoy, oddiy kraska ham bor. Bundan ham qilyapmiz anchadan beri. Hozir ko'proq shundan talab bo'lyapti. Bundan ham qilib beryapmiz. Xo'p, do'stlar, buni mana bu joylari sinib bukilmagan, o'sha dumaloq bukilgan, bu baquvvatroq hisoblanadi. Endi buni sindirib buksa ham bo'ladi. Undan ham istinoklarimiz bor. 15 lik turba tiqib ham bukib beraveramiz. Uni agar shunaqadan xohlaganlarga qilib beryapmiz. Unga ham oyoqlari bulardiki 2 qavatli. Ikkitali. Xo'p, buni laminatlarimiz yoni kromka qilingan hammasi. Kromka qilingan. Hozir bitta choyxonaga ketyapti. Hozir xohlasa hozir buni jo'natib yuboramiz. Hozir sal gaz masalasi qiyin bo'lgani uchun o'zimiz yengil mashinalarda olib borib beryapmiz egalariga. Hozir kunda bularda 6 taligi bor, 8 taligi bor. Donalab ham sotaveramiz. Ranglari ham har xil. Xohlagan ranglaringni qilib beraveramiz. Buni, xo'p, hozir bularda narxi 600 minggacha bo'lyapti bular. Parashkovoy kraska bo'lgani uchun 600 minggacha bo'lyapti. Agar narigisi bo'lsa 580 ming lola gulli qilib beryapmiz. 560 ming so'm kreslolilarni qora kraskasini qilib beryapmiz. 580 ming so'm qora kraska, buriki ham. Bu faqat endi shu 600 ming atrofida ko'p olganlarga narxni kelishtirib beryapmiz. Optimga. Xo'p, mana qora kraskamiz mana bundan, mana. Bu bilan bunda farqi, bu endi pechkaga tiqiladi. Pechkaga tiqilgani hisobiga erib temir bilan birikadi. Bu yaxshi kraska. Bu parashkovoy deyiladi. Buni shu unga o'xshagan bo'ladi. Uni sepgandan keyin pechkaga tiqiladi. 200 gradusda 10 minutda tayyor bo'ladi bu. Bu endi oddiy o'zimiz sepadigan Vivo yoki Hayat mana shunaqa kraska. Bu ham Turkiyaning kraskasi. Endi baribir bir-biriga uriladigan joylarga bu sal nozikroq. Lekin buni bitta tomoni, qachondir agar mabodo ranglari o'chadigan bo'lsa, yana bitta o'zingiz kraska qilib qo'yib turib, yana mana bularni almashtirsangiz ham bo'laveradi. Ustidan tortib olib, endi boshqa rangga, ama xohlagan rangingizga, qoraga ham, qizilga ham farqi yo'q. Yangi stol bo'laveradi yana. Endi bularniki agar ko'chadigan bo'lsa, endi bularni qilish endi bir marta qilinadi, lekin bu baquvvatlikka baquvvat. Arendachilar endi hozir ikkiga bo'linib qolgan. Bir xillari yo qora qilib bergan har sezondan keyin bitta o'zim kraskalab turib, yana joyiga qotirib qo'yaman deyshadi. Bir xillar yo mana vaqtim bo'lmaydi, 4 sezon, 5 sezon bunda ishlayversin. Shu bilan bo'ldi, sotaveraman yoki bir boshqa yo'lini qilaman aytishadi, har xil bo'ladi. Xo'p, bugungi kunda hozir menda bir 30 xilga yaqin ranglar bor, har xil ranglaridan. Hozir endi ko'proq baribir qora ketyapti, korishnovoy ketyapti. Bundan ham qilyapmiz. Xo'p. Bularda 6 taliklarining narxi hozir 800 ming so'mdan 850 minggacha bo'lyapti bularda 6 taligi. 8 taliklari 1 million 100 ming so'mdan 1 million 170 ming so'mgacha bo'lyapti. Endi o'sha 1 million 100 ming so'mligi kreslo varianti, ichkarida bir bor kreslo varianti. Faqat ular shu qora oddiy kraskada bo'lgan. Endi parashkovoyga o'tsa o'zi 1 million 140 ming so'm bo'ladi. Agar lola gullilarimiz, bular agar 8 taligi bo'lsa, parashkovoy kraska bo'lsa, rangida farqi yo'q. Bularda narxi 1 million 170 minggacha bo'lyapti. Top bo'yicha dastavka qilib beryapmiz. Hozir kunda gaz ochilsa, mana ko'p joylarga jo'natamiz. Hozir Toshkentga ham kecha jo'natib yubordik. Xudo xolasa mana yana hozir jo'natamiz. To'ytepa degan joyga, Kosonsoyga jo'natamiz. Hozir o'shalarning stollari tayyor bo'lyapti. Mana shunaqa narxda bo'lyapti hozir. Turbalari Samarqand turba 0.8,5. Bemalol qalinligi ham sal yo'g'onroq turadi Samarqand turba, nariga boshqa turbalarga nisbatan ancha yo'g'onroq turadi. Qalin turba, yaxshi turba, ancha xizmat qiladi. Misoldan 2-3 marta remontga ham bemalol bo'laveradi. Endi hozir 07 lar ko'payib ketdi, 08, 07 deyishyapti. Endi 08 degani o'zi 07 chiqib qolyapti. Shuni hisobiga biz bitta joydan olamiz. Faqat shu Samarqand turba qattiq